Salom. Bu video bundan 2 hafta oldin olinishi kerak edi. Bu o'sha 2 hafta oldingi bo'lgan voqealarni eslab aytib beraman. Bu boshida o'z aslida video olish ideyasi qayerdan keldi? Kimga olyapsan? O'zimga. Короче, School 21da bittasi maslahat berdi-da. Mana shunaqa chort bo'lib yurganlaringni videoga olgin dedi. Keyin shu mendan keyin bolalarimga ham короче qoladi-da dedim-da. Boshladim. Uncha yoqmas ekanlarga. Ana hozirgi dam bilan yashamas ekansizda. Vaqtingizda ana kelajakka nimadir saqlanib qilish bilan o'tkazar ekansiz. Shu menga uncha yoqmaydi. Nima? Video olib. Bu video 26-dan 31-yanvargacha bo'ladi bo'lgan voqealar jamlanmasi. Men Uskaminatorga olindim. Ya'ni u paytgacha agar Uskaminator yopilib ketmasa, Uskaminator это bu akselerator. O'sha akseleratorda startapchilar o'zini ideyasini olib chiqishadi va o'sha 45 kun davomida o'sha ideyani o'stirib olib chiqishadi. Birinchi kunda men video olishni boshladim. Undan keyin meni uyim ancha uzoqda. Shuni hisobiga videoni ko'p qismi uyimda, ya'ni yo'l qismi bo'lib ketdi. Chunki ishlar uchun uyim To'ytepada, u yer ancha uzoqda. Где-то 1,5-2 soatlik yo'l. Hozir yo'lga chiqdim. Bilmadim. Birinchi kunda qanaqa taassurotlar bo'ladi. Ko'ramiz. Buncha kilometr bosib o'tish uchun men u yoqqa borish uchun 2 soat oldin yo'lga chiqaman. Birinchi kun nima bo'ldi? Bordik, ta'bir bo'ldi, o'tirdik, kuldik. Keyin ana tarelka sindirdik, ya'ni o'zingizni raqobatchingizni logosini yopishtiriladi-da, o'shani tarelkani sindirasiz. Men tarelkani sindirdim. Keyin ana Azampolatlar bilan zo'r suhbat bo'lib qoldi. Azampolat, UIC guruhi egasi, keyin My Taxi Expresslari co-founderi, ya'ni CEOsi adashmasam. O'shalar bilan suhbat bo'ldi. Ular suhbatida asosiy, ya'ni bizning suhbatimizda asosiy bo'lgan tema nima bo'ldi? Ular aytishyapti, ya'ni bizda 5-10 yillardan keyin ana bo'ladi, odamlar ishdan qolib robotlar polniy industriyani boshlaydi deb aytib qoldi. Azampolat bu narsaga qo'shilmadi. Ya'ni ular aytishligi bo'yicha unaqa bo'lmaydi. Ya'ni odamlar hammasi yolg'iz bo'lishga harakat qilishadi. Ya'ni odamlar iloji boricha yolg'iz qoldirib, marketingga ko'proq upor berishini aytdi. Endi ko'ramiz 5-10 yil ichida nimalar bo'ladi agar ungacha yutib qolsa. Keyin ikkinchi kun nima bo'ldi? Biza toqqa ketishimizni aytishdi. Shuning uchun ertalab soat 7da yoki 6dami borishimiz kerak edi. Men ertalab turib kela olmasligimni bilib, o'sha yerda qoldim. Ishimni qildim. Keyin qolganimdan keyin o'sha tog'ga ketdik, bordik. Uzvisini boshlig'i gapirdi, undan keyin Shahzod aka gapirdi. Shahzod aka o'sha payt, hozir venture fond, yoshlar venture fondida ishlayapti. Undan keyin uyga bordik. Uyga borganimizdan keyin bo'ldi. Nurislom aka meni anada tashab ketdi, uyini oldida tashab ketdi. Nomard hammani uyiga olib borib, meni uyim хотя бы qo'yliqqa olib bormadi bittaras. Okey. Brat qiynalmaydimi такой insof bizda? Qani undan keyin To'ytepaga ketadi bola. Vijdonimmi? Ha. Bilmadim. Bolani bir necha marta tashlaganman.
Ha, bu yil tashimagansiz umuman. Voy, bu yil Bala. endi boshlandi. Ko'ramiz, balki o'zini o'zi tashlar. Ha, yo'q, yo'q. Men emas. Keyin uyga bordim, Zoomda gaplashdik. Shu bilan ikkinchi kun ham tugadi. Uchinchi kun vaholanki men kechroq uxladim, shuni hisobiga erta uncha tura olmadim. Bu tabiiy holat edi. Uchinchi kunni universitetga bordim. Universitetda Shahnozama opa bilan psixolog bilan gaplashdim. Uzkombinator qanaqa, ya'ni men Uzkombinatorda full time ishlash uchun, ya'ni full time o'qish uchun u yerda universitetdan javob olishim kerak edi. Mana shu javob olish protsessi prям normalniy qiynadi. Ular aytdi, "Ano dedi, otilmaydi, biz zo'r kirganing bilan tabriklayman, bajaraylar, hokazo, lekin o'qish qo'yib qo'y bola" dedilar. Keyin men ham o'zimni situatsiyamni tushuntirdim. Ular aytdi, keyin oxiri Azamat aka bilan gaplashdi, ya'ni dekan bilan gaplashishini aytdi. Men ham okey dedim. Undan keyin keyingi hafta, ya'ni keyinroqqa aniq qilishdi. Keyin men anoga bordim, Uzkombinatorga bordim. Uzkombinatorda o'qidim. Keyin o'sha yerda yotib qoldim. Keyin School 21 ga bordim. School 21 dan keyin yana universitetga bordim. Chunki universitetimdagi ham boshidagi pari admin bo'ldi. Ya'ni ham universitetga borib, keyin ana Uzkombinatordan School 21 dan universitetga. Ya'ni hammasi bir-biriga juda bog'liq bo'lib ketdi. Umrim yo'lda o'tib ketdi 3-kunida. 4-kuni Uzkombinatorda, ya'ni qoldim Uzkombinatorda. Keyin Uzkombinatorda dars qildim, ovqat yedim, dars qildim, yana ovqat yedim, ya'ni bo'ldi, boshqa narsa bo'lmadi. Undan keyingi kuni ham o'sha yerda qoldim, unda ham dars qildim, ovqat yedim, dars qildim, ovqat yedim. Keyin undan keyin ana qildik. Shanba kuni edi, ya'ni bo'lindik. Hammani o'zini gruppaviylariga bo'ldimda. Men 3-gruppaga tushdim. Ya'ni tushunishlar uchun 1-gruppada men o'ylashim bo'yicha, yana bilmadim, chetga ketadiganlar qilishgan. 2-gruppani tipa chetga ketishi mumkin yoki qolishi ham mumkin degan gruppalar qilishgan. 3-bizni gruppani tipa prям qoladi, mana shu lokalga mos startaplar deb qoldirishdi. Keyin ana qildik. O'tirmay shu bo'lindik. O'shalarga o'zimizni nimalar qilganligimiz haqida yozdik. Ya'ni nimalar qildik, nimalar o'zgardi, hokazo. Uzkombinator qanaqa yordam beryapti, u yoq bu yoq deb gaplashdik. Shu bilan bu hafta tugadi. 31-gacha bo'lgan vaqt tugadi. Shu bilan yakshanba kuni uyga bordim, uxladim, maza qildim to'g'risi borib. Uxladim. Keyin dushanba kuni yana boshlandi. Dushanba kuni keyingi qismni qo'yib beraman. To'g'ri. Sal keyinroq olaman bu videoni. To'g'risida. Bo'ldi.